Mesela bugungi dersimiz sizler bilan Firebase orqali AUZ autentifikatsiya hamda registratsiya va Google orqali kirishni ko'rib o'tamiz bugun sizlar bilan. Xo'sh, uning uchun biza bugun Android Studiyani ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, Alo. eshitdingmi? Assalomu alaykum Damilla, avanga ishtirok turibdi. Alaykum. Alaykum salom. Ekranım göründü mü? Ekran göründü mü? Avang Damilla. Ha, ko'rindi Boshlang. domla. Mesela bugün sizler bilen Firebase tizimi bilan ishlashni ko'ramiz hamda autentifikatsiya qismlarini ko'ramiz sizlar bilan bugun. Xudo xolasa. Xo'sh, qarang. Firebase bilan ishlashnichi. Firebase bilan ishlashimiz uchun biza dastlab Firebase nima ekanini bilishimiz kerak. Firebase bu Google kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, bizlara real time database hamda notificationlar va online servislarni berish imkoniyatini ega. Ya'ni biza bu tizim orqali onlayn xizmatlarni nishat ishida shuni ko'rib o'tamiz. Undan oldin biza bu nimaga kirishimiz uchun quyidagi manzilga kirishimiz kerak bo'ladi. Poisk baramiz Firebase konsoldan Google'dan va unga kirganimizdan keyin Go to console degani bor, shuni o'tamiz. Qarang. Firebase sistemasini birinchi girgan vaqtimizda bizada e, agar avval loyiha yaratmagan bo'lsak, loyiha yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Loyihalarni nishatib yaratamiz. Loyihalarni yaratish uchun e, biza mana bu yerda Create a new Firebase project degan bo'limini kiramiz va shu yerdan nima loyihani nomini yozib yaratib olamiz. Andan keyin Oh, yaratilgan loyihalar bu yerdagi joyda joylashadi. Men avval oh. yaratib qo'yganim uchun yaratib o'tirmadim. Ha mana shu yerdan yaratgan loyihamni ichiga giraman. Bu joydan esa biza yaratgan loyihamizning ichida xohlagancha applicationlar yaratishimiz mumkin. Xo'sh, applicationlar qanday yaratiladi degan savol. Applicationlar mana bu yerda plus tugmasini bosish orqali yaratiladi. Plus tugmasini bosgan vaqtimizda bu yerda iOS, Android, Web, Unity, Flutter platformalar uchun приложение, ya'ni application yaratish qismi bor. Bizlar hozircha Android yetadi. Android qismini bosamiz va mana bu yerda so'rab turibdi bizlara com.company app name, ya'ni bu bizlarni yaratadigan Android Studio yaratadigan loyihamizni pekkeji va Android Studio yaratadigan loyihamizni nomini so'raydi. Onun uchun biza mana bu yerdan new project deb boshlaymiz va bu yerdan empty views activity va mana bu joydan next tugmasini bosamiz. Shurda next tugmasini bosib Firebase aus degan. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim edi bu? Ayting. Assalomu alaykum. Kim edi? Ayting. Gap savolingiz bormi? Javob Yo'q, yo'q. Havo yo'q, ta'minlar yo'q. yaxshi. Hozir girmadim dersen ha shuna. Yeter kirishga aytdim dersa. Hmm. Biz Olti aus yomg'ir.
Yaxshi, hozir savol bermang endi, yaxshimi? Tushunayotgan vaqtimda. Agar savolingiz bo'lsa, hozir Evet. tushunib qolmadan keyin berasiz, yaxshimi? Yaxshi tamamla yaxshi. Firebase House app deb nom beramiz va mana shu yerda nom berayotgan vaqtimizda shuni mana bu yerga yozamiz. Android application adini beramiz va packagini kopirotib olib mana bu joyga tashlaymiz. Natijada endi bu yerda register app chiqadi, uni bosamiz. Va Android Studio'ga o'tib ham finish tugmasini bosamiz. Qarang. Hozir bizada finish tugmasini bosyapmiz. Bizlar endi loyiha yaratilyapti. Android Studio'da loyiha yaratilyapti. Endi nega o'tib bu yerdan Google Service JSON faylini berishni aytib turibdi bu bizlara. Mana shu Google Service JSON faylini skachat qilib olamiz. Qarang, buni skachat qilib nera tashlaymiz degan savol. Endi bu yerda ko'rsatib qo'ydi. Bu Google Service JSON faylini bu aytadi. Android application'ning application label darajasidagi papkasini ochib, shu yerdan application degan papkani ichiga joylashtirishimiz kerak bo'ladi ekan. Mana shuni skachat etayotgan vaqtimizda Android Studio'ni loyihasini yaratgan papkamizga giramiz. Xo'sh, mana bu yerda Firebase OS app degan va mana bu yerda application ichine nomini shu Google Service'da to'g'ri qo'yib saqlaymiz. Saqlaytiramiz. Ne bo'ldi? Saqladik. Endi mana bu yerda next tugmasini bosamiz. Bu yerda bizlarga aytadi. Mana shu kutubxonalarni o'zingga qo'sh deb turibdi. Ularni qo'shishni yana bir usuli bor. Mana bu yerda bizlarning Android studiyamizning o'zida bizlar loyihaga Firebase kutubxonalarini qo'shish imkoniyati bor Android studiyaning o'zida. Uni qanday qilamiz? Hozir ko'ramiz shu narsani. Hozir men loyiham identifikatsiya qilib, indeksatsiya qilib bo'lsin. Xo'sh, bu nimalarni qo'shib oldik. Endi gaplab turibman. Shohlar. Eshitildimi? Eshitildimi ovozim? Eshitib turibdi Damla. Xo'p, Ha, yaxshi. eshitdim abla. Assalomu alaykum. Havoyi eshitildi Endi Damla. men hozir so'zlamay o'tirgandim, shu uchun gaplarni turibdi deb o'yladingiz o'xshaydi. Eshitaman deb o'yladingizlar. Chunki bularni Android Studio'ni loyihani indeksatsiyasini kutib turardim. Xo'sh, yaxshi. Endi biza hozir Firebase'ni kutubxonasini qo'shib olishimiz kerak. Uni qo'shishning ikki xil usuli bor. Birinchisi mana shu Firebase konsol muhitini ichidan ko'chirib olish. Ikkinchisi esa Android Studio'ning o'zida
Tools menyusi içinde Firebase degan bölümü var. Şunu açamiz. Ve şunu açıp durup bize hozircha mana shu yerdan authentication degan qismini ishga tushiramiz. Qarang. Authentication degan yerinde authenticate using Google Java degan joyi bor. Mana shuni qo'shib olishimiz kerak raqamimizga. Mana bu yerdan add Firebase authentication SDK to your app. Accept changes'ni bosamiz. Natijada bizlar hozir nimani qo'shib beradi loyihamizga. Autentifikatsiya kutubxonalarini qo'shib beradi. Xo'sh. Firebase kutubxonalari va Firebase autentifikatsiya kutubxonalarini qo'shib bo'latir. Xo'sh. Bu nimalarni qo'shib bo'lgandan keyin hozir biza birinchidan nimalarni qo'shib ketamiz loyihamizga. Mana indeksatsiya bo'libdi. Endi loyihamizni quyidagicha application level darajasini bitirib qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerda projectda turdi. Androidda qo'ysak application levelga o'tdi. Endi bu yerdan biza birinchi manifest XML ichine use permission internet degan narsani qo'shamiz. Chunki bu narsa bizlara onlayn ishi, internet kerak. Shuning uchun uning permissionini qo'shib qo'yamiz. Resurs papkada layout XML ga quyidagi kodlarni tashlaymiz. Ya'ni bu registratsiyadan o'tish va login qilib tizimga kirish degan narsani beradi bizlara. Xo'sh, buni bajardik. Endi keyingi olib tashlaydigan kodlarimizdan biri bu. Main activity'ning ichidagi kodlar. Mana bu yerda biza edit text, registrator, button, login button hamda Firebase AUS degan narsalar bor. Bularni qo'shib olamiz o'zimizning loyihamizga. Quyidagicha qo'shamiz. Mana bu yerga qo'shib ketamiz. Qarang, shu yerda hozir bu narsa kerakmaydi bu kodimiz. Turarsin. Mana bularni yana chaqirib oldim. Firebase AUS deganimiz bu mana shu Firebase tizimidan ro'yxatdan o'tirish hamda ro'yxatga olish sistemasini bildiradi. Qarang, bizani hozir application nimamizni yaratishimiz kerak. Bu yerda mana bu yerda next'ni bosamiz, qo'shib bo'ldik. Endi continue console'ga o'tamiz. Mana bu joyda Firebase'da bizlara loyihamiz qo'shildi. Firebase AUS app degan. Mana shuning ichiga giramiz hozir. Mana bu yerda nastroyka qilib, nastroyka qismini bosamiz. Va pastda biza mana shu yerga SHA1 kalitini qo'shib olishimiz kerak. SHA1 kalitini nishat qo'shamiz. Shuni hozir ko'ramiz sizlar bilan. Uning uchun biza mana bu joyda Gradle degan nima bor va shuni
terminali bor. Shunga yozamiz. Signing Airport deb yozamiz. Va natijada bizlar hozir SHA-1 va SHA-256 kalitlarni beradi. Bizlar shu SHA-1 kaliti yetadi. Mana. MDB SHA-1 kalitlarni beradi. SHA-1 kalitini copyright qilamiz. Va mana bu yerda fingerprintga tashlaymiz va save qilamiz. Bo'ldi. Bu nima kerak? Bu bizlara Firebase'da applicationimiz registratsiyadan o'tish hamda login qilib kirishda kerak bo'ladigan tizim hisoblanadi. Hozircha keyin nimaga o'tamiz? Boshqa qismlarni ham ko'rib o'tamiz darslarimiz davomida. Endi bizani olib kelib tashlaydigan narsalarimizdan biri bu quyidagi tugmalar. Endi button login set on click listener deymiz va mana shu button ichida asosiy login qilish logikasini yozamiz. Bu yerda biza quyidagi kodlarni olib kelib tashlashimiz mumkin. Bularni ishlatadi. Bu narsalar bizada create user with email password, ya'ni bizlara bu registrni kelgan. Mana bu yerga registrni buttonga emas, registr qilamiz. Registrni knopkasini bosgan vaqtida bizlara userni yaratadi va email bilan passwordni yaratadi. Firebase'ning ichida yaratadi bizlara. Xo'sh, keyin login etib kirish tugmasini ishga tushiramiz. Button login set on click listener. New on click listener. Endi bu yerda login etib kirish kodini tashlaymiz. Login etib kirish mana bu yerda. Xo'sh. Mana bu joyda bizada signing with email and password dedi. Mana shu narsa bizlara nima qilish? Xo'sh. Tizimga login qilib kirish uchun kerak bo'ladi. Mana bu joyda yangi activity qo'shishimiz kerak. Home activity degan. Home activity hozircha shuni qo'shib turamiz. Buni shart qo'shamiz. Mana bu joyda new bosib shu yerga activity degan bo'limini kiramiz va shu yerdan empty views activity deymiz. Mana shura home activity deb yozamiz va finishni bosamiz. Mana shu yerda. Endi bizlara main activity'da nimalarni yozdik. Endi yana kodlari qolib ketdi bu yerda ko'radi. Bu yerda on start degan funksiya bor. Nimada? Activity'ni o'zida. Shuning ichine bize quyidagi kodni olib kelib tashlaymiz. Nima ekanini tushuntirib beraman. On start. Xo'sh, qarang, bu nimani bildiradi bu? Home activity deymiz. Bu narsa on start dialogingizda bo'lsa activity'larni life cycle degan narsa o'tiradim men tema. Ya'ni bu activity'larning hayot sikli degan. O'zi aktivitelarni ketma-ketligini aytmadim-ku, hayot siklini on start, on resume, on stop deb ketaveradi. On create, on create'dan on start keladi. Ya'ni hali view'lar yaratilmasdan oldin. Va shuning ichida biza endi nima qilamiz? Aktivitelar yaratilmasdan oldin biza boshqa bir aktivitega yo'naltirib qo'yamiz. Agar biza login bo'lib qo'ygan bo'lsak. Va sразу login nimaga o'tirib beradi. Login qilingan oynaga o'tirib beradi. Xo'sh, nimalarni qo'shib qo'ydik. Endi home activity'ning ichidagi kodlarni ko'rib chiqamiz. Mana bu kodlarni tashlab oldik.
Home'un içine. Endi home activity'nin için ya ötadigan va uni ishlatadigan kodlarni ko'rib chiqamiz. Yana bu yerda email email bilan UID va logout tugmasi bo'ladi. Shura, ya'ni biz login etib kirganimizdan keyin nima qilishi kerak o'zi aslında? Login bo'lib qolgandan keyin keyingi sahifa o'tib ketadigan bo'lsa kerak o'zi va shu keyingi sahifa o'tgandan keyin bizlar userda kim ekanligi qiziq bo'ladi-da. Shuni biza userni aniqlab olish uchun mana shu kodlardan foydalanamiz. Mana logout tugmasidan topildi va qo'yildi. Shu yerda hozir kodlarimizni yozib bo'ldik. Endi bu narsani tekshirishimizga to'g'ri keladi. Xo'sh, tekshirishimiz uchun telefonni taqishimiz kerak. Telefonni taqamiz va kompilyasiya berib ko'ramiz hozir. Shu yerda. Ekran ko'rinib turibmi? Xo'sh. Adamlar. Mhm. Hozir screenshot olib qo'yaman sizlardan yo'qlama uchun. Xo'sh. Bir minut. Bir şey lazım. Bir minut. Xo'sh, telefonimizdan daqib oldik hozir. Yo'q, ko'rmabdi.
Aynı gün. Hoş. Buni kompilatsiya beramiz. Olayım oldu. Hı hı. Açtı yine. Bize de. Qarang, hozir bize şöyle bir email gizlamiz. Olsun. Jar 1994 küçükçe gmail.com parolga ve 3, 4, 5, 6 deymiz. Register tugmasini bosamiz. Ro'yxatda o'tadilar chiqdi. Endi biz mana tekshirishimiz uchun bu yerda Firebase'da Authentificate degan yeri bor. Shunga kirishimiz kerak. Hmm, Authentificate içine giramiz. Mana shu yerda hozir yana qaraladigan bo'lsangiz 3 aprelda yana o'tgan nimamiz bor. Ro'yxatda o'tganimiz. O'sha yerda yana ro'yxatda o'tganmiz. Yana 3 aprel. Mana hozir men o'tgandim. Hozir endi men bilan ro'yxat nimadan giraman. Login kirmadim. Meni login hamda parolim bilan girdim nimaga? Sistemaga girdim. Ha, Başına yazıp berishim mumkin. Gmail.com ve 2, 3, 4, 5, 6. Login etamiz. Mana login etib ko'radik. Menda email bilan UID'ni olib berdi nimadan? Firebase'dan mana bu UID, mana bu emailim. Shu. Hadi. Xo'sh. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Savollaringiz bormi? Bugungi darsimiz bo'yicha. Tushundingizmi? Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum. Evvelki sefer tapşırık vardı-ku galereya saklaş resimlerini. Şunu kompütere Android'ni ötürüp netip gördük, lekin tez netkenize düşünmey kaldık. Aşağı hata dep turttu bir 20 hata 30 hata çıkadı. Her sefer kodunu tazadan teremiz. Derse karab ya videoya karab işletek netip gördükten tez becerilgen bize netmin kaldık şunu. Şu net ölmüyormuş şunu. Tez deganingiz nima uchun men tez degan Siz derste tez girip kodlarını tez terip durup siz ulgurolmay kaldıktan şunu görüp et bilmeyin. qayta ko'ring tez bo'lsa. Kayta gördük ki hata çıkıp yatıptı. Şunu üzerimiz becerolmedik. Bir hafta uğrunluk gördüm ben şunu. Bir hafta olmasa 200 hata dedik. Köp hata bolup çıkadı. Yine tazadan videoni başlasak yaxshilab az ko'ring. rahat. Videoni yaxshilab ko'ring. To'xtatib Hatanın ko'ring. idealikini göstermeydi lekin. Hatanın idealikini göstermeydi de hata Xatoni dep çıkadı. nedaligini göstermas, xatoni ko'rsatadi u. Siz o'zingiz ko'rolmaysiz xatoni. Bançette gösterdi muşunda. Savol siz Keşke taşalmayı yedi. noto'g'ri gapimni eshitasizmi? Ishlatasizmi axir? Şu taze ötürverdik kompütere tününde. Xo'p, yaxshi. Qaysi gruppadansiz? Hozir familiyangizni?
235'ten kur yazıva Dilfuza. Dilfuza, makaram. Android Studio'da loglarni chiqarish degan narsani o'rgatmadim o'tgan semestrda men. Log ошибкалari. Ana shu narsani ko'rishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda logcat degan narsa bor. O'sha telefoningiz ulangan vaqtida xatolik bo'lsa, hammasi o'sha chiqadi sizda. Tushundingizmi? Yana soобщение bo'lib chiqadi shu. Tamam. Telefoningiz Şu ara bakib girip turishi kerak. Bakib turishi kerak. Bakib turmasa ko'rsatmaydi. Telefoningiz Android Studio'ga ulanib turgan bo'lsa, ishoning bu. Tushundingizmi? Aa, yok ulemedim telefonunu ulemedim. Ulamasa shap bilasiz bu xatosini. Ulaganingizdan keyin chiqadi. Men shuni ko'rsatib berganman-ku o'tgan semestrlarda. Loglarni ma'lumot chiqarishni. İnternetdan ham bor shuncha ma'lumot, log ошибкаларni topish degan. Videoni tez-tez tushuntirganingizni tushunmadim doğrusu. Bu kamerani ishlatish ma'qul. Havadan layıbı videonu gördümden şu ulgurolmay Buni kaldım da ko'rdingizmi? sizle ilgilendim. Necha minutda video? Aa, onu gördüm. Necha minutda videoni vaqti? Başta şu Android Studio o'rnatadigan ne videonu Ana görüp men bir o'rnatdim şu joyga an. gruppa tashladim men uni. Taşıvadiz bu bir kursdaşım taşıvadı. Şundan karab görüp vam etip berdi da ikkalimiz hem keyin to'liq oxirini yetirolmadik shuna damladi. Uni aytsa Modadan so'rayman turibdi deb. videolar. Bunu gördünüzmü? Gruppa taşalgandan gördüm o'xshaydi. Modani açıp ko'radilar. Şu hatamı bildim indi damla. Şu telefonunu ulab keyin aytib ko'ramiz endi. Telefonni ulamabmizdan bize. Ben Keyin şu oxirida ulab ko'ramiz. telefonu uğraşık gerek tam. Öğrenmeyince çıkmaydı. Siz bana açıp kendinizi taşarken göremez ki. Şöyle log diye açıp Yaxshi. kendinizi taşamayın. Görüp aytamaz size. Ne yapalım? Yaxşı mı? Yaxshi damla. Keyin aytaman, rahmat. Yaxşı. Başka savollarınız var mı yine? Benim savollarınız mesela. Şimdi qiziqarli savollarni beringlar. Var mı şimdi ishlab yurganingiz bo'yicha? Başka hech kim ishlamyapmi Dilfuzadan başka? Ha? Eshitmaydi ben. Alo, eshitib turibmi? Eshitib turibdi damla. Eshitib turmasa javob bermaydi ustoz. Mesela dersimni tugallayman. Hamma narsa tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu darsni nimasini tashlab ham qo'yaman. Kodlarini ham tashlab qo'yaman. Xo'sh, shuni o'zingiz ham ishlatib ko'rasizlar. Tushunarlimi? Videosidan tashlab domla. Videoni tashlab qo'yaman. Videosidan tashlab qo'yasizmi? Videosini ham tashlab qo'yaman. Ha, rahmat.